Bankimizda mana Prezidentimizning qarori bo'yicha 312 qaror bo'yicha mana kreditlar taqdim qilinyapti. Bu kreditlarning shartlari ilgari misol tadbirkorda 1 yillik faoliyati bo'lishi kerak yoki kamida 6 oylik faoliyati bo'lishi kerak, hisob raqamida aylanma mablag' bo'lishi kerak degan shartlari bo'lgan. Bu ancha noqulaylik tug'dirgan. Hozirgi kunda shu qarorda aynan 312 qarorda shu qismlarga ancha yengilliklar kiritib, tadbirkor hozir nafaqat tadbirkor, balki o'sha ijtimoiy kreditni avvalgi ijtimoiy kreditlarni olib, uni namunali darajada shu bank oldiga qarzdorlarni to'lab, namunali darajada bo'lgan fuqarolarda kelajakda o'sha o'z sohalarini kengaytirish uchun aynan shu qaror bo'yicha 100 milliongacha kredit berish mana nazarda tutilgan. Bunda foizi tumanni o'zini ixtisoslashuvidan kelib chiqib foiz belgilangan. Bunda yana qulayliklari yakka tadbirkor ro'yxatdan o'tib, mijoz bemalol bankda hisob raqamini ochib, shu kreditni olib, o'z faoliyatini kengaytirsa bo'ladi. Bugungi kunda bankimizda qulay sharoitlar yanada ko'paymoqda. Bunga yorqin misol omonatlarimizdan jozibadorlari hozirgi kunda juda oshib bormoqda va foizlari ham yuqorilashyapti. Muddatlar mijozga ancha qulay va mos.